Qand tushirish uchun shirinlik yeyishni tugatdingiz. Non yeyishni maksimal darajada tushirib ham qo'ydingiz hattoki. Hatto kechalari ovqat yeyishni esingizdan chiqardingiz. Yemayapsiz. Padargalarni shu qand tushsin deyapsiz-da. Ertalab umid bilan glyukometrni qo'lingizga olasiz va qandni shaq etib shunday o'lchagan paytingiz yana qand 10, yana 11 yoki yana 12. Nima uchun? Havodan buncha qand ko'tariladimi? Men nafas olsam ham saxrim o'shaveradimi? Menga foydasi yo'q ekan deb ichingizdan siz ham o'tkazganmisiz? Hech shunaqa tushunmovchilik holatlar bo'lganmi? Aynan balki hozir shunaqa holatdadirsiz. Aynan hozir shu etapda bo'lishingiz ham mumkin. Nima uchun bunaqa bo'layotganligini uchta diabetologiyada uchraydigan va juda ko'pchilik aytmaydigan va juda ko'pchilik e'tibor bermaydigan sabablar haqida bugun aynan gaplashamiz. Assalomu alaykum. Sizlar bilan sizni sog'lig'ingizni sizdanda ko'proq o'ylaydigan Bobur doktor. Ha, aynan sizning diabet doktoringiz. Aynan bu sabablarni bilish uchun va bundan keyin bunaqangi qiziqarli ma'lumotlarni undan 12 ko'pini olish uchun va sog'lig'ingizni har doim mazza qilib, qiynalmasdan oddiy narsalar bilan to'g'irlash uchun hoziroq meni sahifamga obuna bo'lib qo'ying. 90% insonlar shunchaki obunasiz, podpiskasiz bizni kuzatar ekan. Hojonam, hojotam, hoja akalarim, sizdan nima ketdi? Shu qo'lchani qizartirib, yashil qilib, qoraytirib, ko'kartirib tashlang. Bir yonsin YouTube, bir yetib borsin bu videoni kutayotgan qanchadan qancha qora ko'zlar borda, ulargacha yetib borsin. Ularda bu siz balki bu ma'lumotni avval qayerdandir eshitgan bo'lishingiz mumkin. Hozir unchalik qiziq bo'lmas balki. O'shanday bo'lsa ham bosib qo'ying, işte boshqalarga yetib borsin. Boshqa bu ma'lumotlarni intizorlik bilan kutayotgan odamlar juda ham ko'p. Va siz orqali ularga yetib borsa, sizga ham anchagina savobi tegadi. Demak, biz boshladik, do'stlar. Aynan shunaqa bir 3 ta sababi bor diabetologiyani. Shunaqa 3 ta sababi bor. Siz uni yo bilasiz, yo bilib turib ataylab qilasiz yoki umuman e'tibor bermagansiz, umuman hech qachon eshitmagansiz. Va birinchi eng katta sir bu sizning jigaringizda. Ya'ni jigar bilan bog'liq nima bo'ladi deydigan bo'lsangiz, sizning jigaringiz bu aynan shakar zavodi. Uni ikkinchi nomi, ya'ni shakar skladi desak ham bo'ladi yoki, ya'ni aynan qand jigaringizda shunchaki zaxira qilib qo'yiladi. Ya'ni qaysidir fayllar bor-ku, arxiv qilib qo'yamiz yoki gruppalaringiz bor, arxiv qilib qo'yasiz-ku. Xuddi shunga o'xshagan shakar jigarda bir kichkina skladlar mavjud va o'sha yerda shunchaki kichraytirib, glyukogen ko'rinishga keltirib saqlanadi. Va siz qancha ko'p och qoladigan bo'lsangiz, miya ochlikni yoqtirmaydi. Miya uchun doimiy glyukoza bo'lishi shart. Agar siz haddan oshiq, keragidan oshiq och qoladigan bo'lsangiz, qanchalik siz shirinlikni cheklamang, qanchalik nonni cheklamang, ochlik hisobida miya jigarga komanda beradi. O'zimizning zaxiramizdan bizga tezda yubor. Va qarabsizki, o'sha jigarning skladchalari ochiladi va u yerda yig'ib qo'yilgan zaxira shakarlar yana qonga chiqaveradi. Va shuni hisobidan ertalab shaq etib kechasi bilan och qolgansiz, lekin ertalab shunday o'lchasangiz qand yana 12 yoki 10 chiqaveradi. Yoki sizda har doim surunkali stress bor va har doim kortizolingiz yuqori va qarabsizki, shunchaki ertalab uyg'onishingiz bilan sizdan oldin uyg'onadigan kortizolingiz qandingizni shunday osmonga chiqarib qo'ygan bo'ladi. Shunday ekan bu sababni shunchaki ko'z yumib o'tib ketish mumkin emas. Ikkinchi sekreti yo bo'lmasam ikkinchi bo'limimiz yoki ikkinchi eng katta sizning hayotingizda uchraydigan sabablari eng ko'p, hammaning hayotida eng asosiy sababi mana shu. Va juda ko'pchilik bunga hatto e'tibor ham bermaydi. Umuman diabetologiyada bu haqda tushuntirilmaydi ham. Juda kam odamning og'izda eshitishingiz mumkin, lekin aniq mexanizm bilan tushuntirilmaydi. Bu tibbiyotda shunaqa yuritiladi. Glyukotoksik jarayon. Ya'ni bu tibbiy termin va bu qanday sodir bo'ladi deydigan bo'lsangiz, siz doimiy qon darajasini o'lchamasangiz, doimiy yegan ovqatingizni nazorat qilmasangiz, doimiy nima deydi, hamma narsa sizda o'rtog'iz bo'ladigan bo'lsa, doimiy sizda sezonniy mevalar, bizning hayotimiz shunaqa, hozir kecha kunduzda qaysidir mevani har doim sezoni bo'ladi. Misol uchun o'rik sezoni, misol uchun qovun sezoni, tarvuz sezoni, sitrus mevalar sezoni, xullas qish keldi, mevalar yeyish kerak. Bu tugamaydi. Hozir kecha kunduzda bu muammolar umuman tugamaydi va yil 12 oy meva va poliz ekinlari bizning dasturxonimizda bor. Va biz e'tiborsizlik qilib, ularni nazorat qilmasdan nafsimizga qul bo'lib iste'mol qilaversak, qandni o'lchamasak, dorilarimizni to'g'ri nazorat qilmaydigan bo'lsak, doimiy qonda qand darajasi yuqori bo'ladi va yuqori bo'lgan qon darajasi butun organlarni zaharlab qo'yadi. Ya'ni tasavvur qilishingiz uchun aytaman, qon
shunaqangi bir shaffof, qizil bo'lsa ham shaffof suyuqlik, tiniq, o'zini holati bilan shunday hammasi joyida bo'lgan qon bir chiroyli va yoqimli. Har qanaqa inson qondan qo'rqadiganlardan tashqari boshqa hamma uchun ko'rganda juda ham chiroyli holatda bo'ladi. Lekin doimiy qand baland bo'lsa, u sirop ko'rinishga kelib qoladi. Quyuqlashib, shunday bir yoqimsiz, xunuk holatga kelib qoladi va mana shu siroplar hamma organlarni zaharlab qo'yishi mumkin va mana shu glikotoksik jarayon deyiladi va o'z navbatida o'sha oshqozon osti bezini ham shunday bloklab qo'yadi yoki bo'lmasam zaharlab qo'yadi oshqozon osti bezini va oshqozon osti bezi bu qandlarni tushirish uchun keragidan oshiq insulin ishlab chiqarish kerak edi, lekin mana bu glikotoksik jarayon borligi uchun va aynan oshqozon osti bezini ham shunday zaharlab bloklab qo'yganligi uchun u kerakli miqdorda insulin ishlab chiqara olmaydi va qonda qand darajasi umuman tushmaydi. Siz qancha dori ichasizmi, dorini kuchaytirasizmi, harakatlaringizni kuchaytirasizmi, ovqat yemaysizmi, farqi yo'q. Toki bu zahar tozalanmasa, toki bu organizm bu holatdan chiqarilmas ekan, qonda qand darajasi tushmaydi yoki ozgina tushirish juda ham qiyinroq bo'lib qoladi. Va bu bizni eng ko'p uchraydigan ikkinchi sababimiz bo'lib hisoblanadi. Uchinchi sabab bu soxta ochlik. Ya'ni qonda qand darajasi qachonki siz ba'zida ovqat ratsioningizni buzib qo'ydingiz, hamma narsani buzib qo'ygan paytingizda umuman ko'p meva iste'mol qilganingizda 15-20 bo'lib qolsa, qachondir bu muddat 10 kundan oshadigan bo'lsa yoki 15-20 kun davom etadigan bo'lsa, organizm mana shu tartibga o'rganib qoladi va qonda 15-20 bo'lishini norma deb qabul qiladi miya. Va qachonki u qand darajasi 10 ga tushsa yoki 7 ga tushadigan bo'lsa, miya o'sha vahmaga tushib qoladi. Srazi jigarga, buyrak usti beziga signallar yuborishni boshlaydi. Men och qolyapman. Hatto qaltirashni boshlaysiz. O'zingizni yomon his qilishni boshlaysiz. Qand shuni o'lchasa agar qand 7. Bu aynan mana shu jarayon soxta ochlik deb ataladi va siz lekin qaltirashni boshlagansiz. Agar mana shu jarayonga ozgina chidab toki moslashib ketmaydigan bo'lsangiz, bu holatdan hech qachon chiqa olmaysiz. Ya'ni har doim shunday sal qaltiradingizki, shirinlik ichaversangiz, sok ichaversangiz, kola ichaversangiz, sal qaltiradingizki, darrov ovqat yeyversangiz, hozir qaltirab qolaman, hozir o'zim yomon his qilaman deb qo'rqib, vahimaga tushib, doimiy meva yeb va nimadir kovshab turadigan bo'lsangiz, ishoning siz bu holatdan hech qachon chiqa olmaysiz. Va aynan mana shu soxta ochlikni ustidan nazorat qo'yish kerak. Aynan mana shuni ustidan nazorat o'rnatish kerak. Eng yaxshi narsa mana shu. Ya'ni o'sha glikotoksik jarayon boshqarilishi kerak va aynan soxta ochlik yaxshi boshqariladigan bo'lsa va aynan keragidan oshiq ochlik tanangizga berilmaydigan bo'lsa, siz qandni normada juda ham ajoyib, juda ham chiroyli holatda boshqara olasiz. Mana shu 3 ta diabetologiyada uchraydigan eng ko'p sabablarni doimiy kontrol qilishni o'rganishingiz kerak. Bu uchun sizga albatta ajoyib va hamma narsani yaxshi tushunadigan, jarayonlarni ipidan ignasigacha tushunadigan menga o'xshagan shifokor kerak. Va sizda shunaqa shifokor bo'lsa, siz undan juda ko'p narsani o'rganasiz va yashashingizni osonlashtirasiz va o'zingiz uchun qaysidir narsalarni qulaylashtirib olasiz va qarabsizki, diabet bilan yashash shunchaki oddiy hayot tarziga aylanadi qoladi. Aslida bunchalik qo'rqinchli emas diabet bilan yashash, aslida bunchalik qiyin ham emas. Shunchaki hayotni qiyinlashtiradigan siz o'ziz. Odamlarni eshitaverasiz, unday qilyapti ekan, bunday qilyapti ekan, palon joyda sehrli dori bor ekan, palon joyda operatsiya qilar ekan, palon joyda sahrni giyoh bilan tuzatar ekan deb o'zingizni aldab yuraversangiz, qancha ko'p mana nima deydi, o'sha muammoga yuzlanish o'rniga muammodan qochishga sabab izlayversangiz, shuncha ko'p qiynalasiz. Shuning uchun ham oddiy mana bu narsalar. Biz bunaqa ma'lumotlarni juda ham ko'p berganmiz. Hamma videolarimni ko'rib chiqadigan bo'lsangiz, hamma yoqda bu ma'lumotlar, hamma videoyimda qarib ozgina bo'lsa ham mana shu haqida gapirib o'tib ketganman. Do'stlar, shunchaki sog'lig'ingizni o'zingiz nazorat qilishni boshlamas ekansiz, hayotingizni o'zingiz tartiblashtirishni boshlamas ekansiz, nafsingizni o'zingiz boshqarishni o'rganmas ekansiz, siz uchun hamma narsa qiyin bo'lib ketaveradi. Lekin aslida hammasi juda ham oson. Men bilan esa undan 10x ga osonroq. Va shunday ekan, ayamasdan, qizg'anmasdan bosing va menga obuna bo'lib qo'ying. Nima tushunmayapsiz? Yozing kommentda. Men sizga yordam beraman. Jonim bilan har doim yordam beraman. Nimani o'zgartira olmayapsiz? Murojaat qiling. Garmonik Plus siz uchun kecha kunduz harakat qiladi, holatingizni o'zgartirish uchun, sizni yashashingizni osonlashtirib berish uchun. Va sizga mamnuniyat bilan shuni e'lon qilamanki, men aynan bugun ochmasam bo'lmaydi, o'zim chidamayapman. Shuni ichlarim qaynab, yonib ketyapti. Garmonik Plusni xudo xohlasa yaqin kunlarda, tez kunlarda Toshkent filiali ochiladi. Ya'ni endi Garmonik Plusni bemalol qo'rqmasdan aytsak bo'ladi. Endi Garmonik Plusni
Toshkentda katta endokrinologiyaga ixtisoslashgan va barcha insonlarga maksimal darajada yordam ko'rsatadigan, eng oxirgi tahlillar o'tkaziladigan va eng yaxshi shifokorlar sizga yordam beradigan Toshkentda eng katta endokrinologiyaga ixtisoslashgan, xudo xohlasa, частный klinika va sizni sog'lig'ingizni o'ylaydigan, sizni sog'lig'ingizni sizdan-da ko'proq o'ylaydigan shifokorlarga asoslangan va maqsadi har bitta odamni, har bitta insonni hayotini yanada osonlashtirish, qulaylashtirish va ularga maksimal darajada eng yaxshi, eng haqiqiy, eng sof xizmatni ko'rsatib berish bo'lgan Garmonik Plus xudo xohlasa ochiladi Toshkentda va kuting, ma'lumotlarni biz berib boramiz. Xudo xohlasa Instagram sahifamizda bemalol kuzatib turishingiz mumkin. Ozgina qoldi do'stlar. Shunday ekan, siz bizni qo'llang, quvvatlang, shunchaki o'sha qo'lchani qizartirish, ko'kartirish bilan bizni maksimal darajada qo'llasangiz yetadi do'stlar. Qolganini biz o'zimiz qilib olamiz va qolganini xudo xohlasa siz uchun eng yaxshisini har safar, har bitta videoyimizda ilinishga harakat qilamiz. Har doim bizga murojaat qilganingizda eng yaxshisini sizga berishga harakat qilamiz. Salomat bo'ling, sog'lig'ingizni shunchaki o'z qo'lingizga olib asrang do'stlar.